Azizlar, xudo xolasa 3D papletlarimiz selinga bosilganda ajoyiblari kelgan. Ina har xillarni olib kelib qo'ydik, bu yog'iga vibr ko'paydi. Bemalol kelaverasizlar azizlar. Ina gullarini qarang, ustingizda gul o'sib turganga o'xshab qoladi. Ina xudo xolasa 3D variantlarimiz. Narxlari 15 ming so'mdan xudo xolasa dimzo'rlari keldi. 9 etaj arzon metrajlardan ne yangiliklar ekanda obunachilarimiz xudo xolasa yangiliklarni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, ko'raverasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamaysizlarmi? Xudo xolasa yangiliklarimizdan shapkalarimizni olib kelganmiz. Dim xushro'y shapkalarni endi dim ajoyiblarni olib kelib qo'ydik. Azizlar, 15 ming so'mdan hech qayerda topa olmaydigan narxingizda вообще zo'r turadi. Endi dim xushro'y Bolajonlarimiz ham bor ekan-a? Bolalarga ham bor. Endi 15 ming so'mdan rasvetkalari bor. Tanlab olib ketaveramiz. Dim ajoyiblari. Endi 15 ming so'mdan shapkalarimiz itmotidan. Zo'r. Kelaverasizlar. Ko'ylaklarimiz 35 ming so'mga tashlab qo'ydik. Sharflarimiz 5 ming so'mdan. Paplin ko'ylaklarimizni ham azizlar tugatishga 35 ming so'mdan berib yuryapmiz yana. 54-56 razmerlaridan bor. Вечерний ko'ylaklarimizdan ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Bularni ham 35 ming so'mga tashladik. Yana bemalol kelaverasizlar. Dim xushro'y qilib tikilgan. Chevar tikib bermaydigan bahoda 35 ming so'mdan. Bu tarafimizda yangi tovarlarimizdan yetib kelgan, xudo xolasa katta obzorimizni bemalol kirib YouTubedan ko'raverasizlar. Like, podpiska sizlardan kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.